Futbolchilarimiz xursand. Nomma-nom aytmaymiz. Kecha ancha bilan gaplashsa, Gaplashib turdik-ku endi. Keldi-yu o'zgardi. Keldi-yu kelgani bilindi. Yevropalik mutaxassis ekani bilindi. Bo'lmasa necha kun bo'ldi kelganiga? Gaplashganmiz, 2 og'iz gaplashgandir. Kelganidayoq darhol shu o'zgarishni aytishayotgan futbolchilar, jamoa yetakchilari zaxirada o'tiradiganlar emas. Demak, nimadir bor. Bu bir tomondan shunaqa yaxshi, to'g'ri tushunamiz, nimadir bor. Ikkinchi tomondan chet ellikni kelishini xohlayotgan futbolchilar boshqacha gapirmaydi hamda. Nima desa, qabul qilishda ham gap bor. O'sha. Futbolchilar yaxshi qabul qilayotgani bu juda katta narsa. O'ynaydigan chunki futbolchilarda murabbiy bilan o'sha ximiyani borligi juda muhim rol o'ynaydi. O'sha kimnidir, misol uchun hatto mazasi qochib qo'ygan paytda ham himoya qilishlari, boshqa odamni yo'q, rahbariyatni o'zi biladi deyishlarini asos sababi ham shu deb o'ylayman. Katanes xohlasa bunaqa bo'ladi, xohlamasa indamasligi mumkin. Ko'p intervyularda ko'rdik-ku. Endi natija bo'lar ekan, o'yin bo'lar ekan, futbolchilar albatta so'zni egasi, to'pni egasi, maydonni egasi, ular hammasini ko'rsatishadi.